Akajon, mana bu tillarni sotmoqchiman. Nechta puldan olasizlar? Hop, ko'ringchi narsalaringiz opa, nima narsa ekan? Tillaringiz ko'pi, brasletingizni ham sotasizmi? Yo'q, faqat Oho, har bitta barmog'ingizda uzuv bittadami deyman. Qarang, bular faqat modeli eskirdi-da. O'zimni yangi olmoqchiman. Bularni sotmaysizmi? Yo'q. Bo'ldi, hop, hozir hisoblab beraman. 583 proba degan tillalaringiz. Hop, tipochka, zargarga sotgan. Da, o'rniga yangi sariq tillalarni olmoqchisiz-da? Yangi chiroyli sariq tillar. Bo'ldi. Iloji bo'lsa mana bunaqa toshsizini oling, tosh yo'g'ini oling, chunki toshlari minus qilinadi. Toshsiz. Ha, ko'rdim. Endi bu abrochani o'sha paytda endi olganman. Bo'ldi, opajon, hozir sizga qo'ldan kelgancha qimmatroq hisoblab beramiz. Narsalaringiz lom bo'lib qolgan. 1 grammni o'shanda ham qimmatroq qilib. Qanchadan olyapsizlar shunda qaraman? Sizga 870 ming so'mdan qilib beraman 1 gramm opajon. Hisoblab beraman, faqat aytganimdek, mana bu uzugingizni toshiga minus qilaman. Hamma tillangiz 583. Qancha minus qilasiz? Ko'pmi? Hop, yo'q, ko'p emas. Qarang, bo'lmasa общий vesiga qo'yib yuboramizda. Minimalni olamiz qo'ldan kelgancha. 15.68 chiqyapti. Qarang, mana shu toshingizga 0.18 olib tashlayman. Hammasiga o'shanda 15.5 gramm tillaga hisoblayman. 15.5 ko'paytiramiz aytganda 1 gramm 870 ming so'mdan. 13 million 485 ming botdi. Instagramdan ko'rib kelibsiz, tekis 13 million 500 qilib beramiz. Rozimisiz? Rozi. Bo'ladi. Gap yo'q o'g'illar. Bo'ldi. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Men bitta 10 million sanab qo'ydim. Hozir men sizga yana Sanasam bo'ladimi? bemalol sanab olaman. 3,5 million sanab bersam bo'ldi. To'g'ri ekanmi opa? Bo'ldi. Mana men bitta mana sanab qo'ydim. 3,5 million so'm bo'ldi. Kelishilganda 13 million 500. Sanab olar ekansiz pulni. Yana tillalarim bor. Ularning modeli eski. O'zingizga olib kelib chiroyli qilib berasiz. Bo'ldi opajon, xizmat bo'lsa shu yerdangiz bemalol kelaverasiz. Mayli, charchamang. Hop. Rahmat sizga. Sog' bo'ling opa. Ishlaringizga omad. Hop, rahmat, sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarga ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, aldanmasdan qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.